Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Surxondaryodan opamiz kelganlar, treshina struktura asorati bilan kecha operatsiya qildik. Bugun operatsiyadan keyin birinchi sutka. Xudo xolasa o'zlarini yaxshi his qilyaptilar. Yana ham o'zlaridan eshitamiz. Qanaqa ahvolingiz opa, yaxshimi? Yaxshi, og'riqlar yo'q. Yaxshi o'tdi. O'zingiz yaxshi his qilyapsiz, turib yuribsiz bemalol. Og'riqlar yo'q. Klinika zo'r. Hamma shart-sharoitlari yaxshi. Qo'li yengil shifokorlar, burada xizmat qiladigan kichik xodimlar ham hammasi samimiy. Operatsiyadan qo'rqib yurgan, dardini kechiktirib yurganlarga nima deysiz? Qo'rqmanglar ekan. Qo'rqmanglar, hammasi menga yaxshi bo'ladi. Og'riqsiz bo'ldi, hamma narsa og'riqsiz o'tdi. O'zingiz ham qo'rqib kelganingiz. Albatta. Albatta titrab keluvdingiz. Og'riqlarga chidab. Albatta, yo'q, qo'rqqanim u yolg'on ekan, meniki yaxshi o'tdi hammasi. Og'riqsiz. Yaxshi, rahmat sizlarga ham. Sog' bo'ling, tuzalib keting. Hammaganday bo'lib, keyingi safar yaxshi kunlarda ko'rishaylik, больницаlarda ko'rishmaylik boshqa. Nasib bo'lsa. Yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. O'zingizdan davo topgan bo'lsangiz, biz sizga sal bo'lsa ham dardingizni yengillashtirgan bo'lsak, bo'ldi. Vazifamiz shu. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, aka.